Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, xayrli tun, har doimgidek kim qachon ko'rsa. Sog'-omon bormi sizlar go'zal, latofatli, chiroyli opa-singillarimiz, mehribon onaxonlarimiz. Bugungi darsligim sizlarga qanchadir yordam bersa mekap texnikalarini o'rgatishda, bundan o'zim uchun juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Bugun mana modelimizni yuzlari sepkilli bo'lgani hisobiga biza plotniroq tonalkani, qalinroq tonalkani yotqizib, korreksiya holatlarini sal bo'rttiribroq qilishga harakat qildik. Chunki yuzlarni sal объемlari bor, и ranglari cho'mliroq o'shani hisobiga biza korreksiyani sal bo'rttirib, skulalarni, shochkalarni ko'targan holatda iloji boricha yoshroq ko'rinishiga harakat qiladigan texnikadan foydalaning. Qizlarjonlar, men sizlarga bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Mana korreksiyani ko'ryapsizlar, biz sal ko'proq berdik. Agar sizlar hozir shu holatda korreksiya qilsanglar, uni rastushevka qila olmaysizlar. Yuzinglar qop-qora bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun bu holatda ozgina kamroq bo'lgan effektni ozgina otsyenka berib, uni rastushevka qilishga harakat qilib ko'ringlar. Yaxshi chiqsa, unda yana beringlar. Yana yaxshi chiqsa, yana berib, uni ham rastushevka qilishga harakat qilinglar. Qanchalik kamroq bersanglar, boshlanishida o'rganib o'tganinglarda skulalar shunchalik chiroyli, bejirim chiqadi. Agar ko'p berib yuborsanglar, uni sizlar eplashinglar qiyin bo'ladi. Chunki boshida даже xuddi hozir yonimda turgan shogirdlar ham bu darajada chizishga cho'chishadi. Chunki uni rastushevka qilganda yuz qorayib ketishi mumkindir. Men o'zim ham aytaman, bunchalik ko'p chizmanglar, chunki hali baribir bunaqa ko'p rastushevkaga, korreksiyaga urg'u beradigan darajaga yetib kelguncha ko'zinglarni o'rgatishinglar kerak bo'ladi deb. Ko'zinglarni, qo'linglarni o'rgatishinglar kerak bo'ladi. Rastushevka qilayotganinglarda qizlar o'zinglarni kistinglarni tanlashga juda ham ahamiyatli bo'linglar. Chunki agar sizlar o'zinglarni объемinglardan, yuz formanglardan katta kisti tanlab olsanglar, yuzinglarni korreksiya holati yoyilib, yuzinglar cho'mli rang bo'lib ketadi. O'shanga ahamiyatli bo'linglar. Mana ko'z formalarimiz, ko'zlari bularni juda ham chiroyli formada ekan. Bunaqa formadagi ko'zlar, qizlarjonlar, sizlarning ko'zlaringlar shunaqa formada bo'lsa, sizlar unda juda ham xursand bo'lsanglar bo'ladi. Bunaqa ko'zli formalar juda chiroyli hisoblanadi. Ularga har xil makiyaj turlari juda chiroyli ketadi. Xohlasanglar yarim karandashni, xohlasanglar umuman karandash qilmasdan, xohlasanglar polniy karandashni qilib chizib olib forma bersanglar bo'ladi. Xohlasanglar arabskiy, xohlasanglar Kleopatra usulida, xohlasanglar har xil rang uslubida, farqi yo'q. Bunaqa ko'zlar hammasini ko'rsatib bera oladi. Chiroyli texnikada, chiroyli rastushevkada bu jarayonlarni amalga oshirib ko'rsatib bera olasizlar. Faqat chiroyli holatda chiqarib bera olasizlar bo'ldi. Nude qilasizlarmi, visyash qilasizlarmi? U sizlarning ixtiyoringlarda. Главныйsi chiroyli rastushevniy bo'lib, formalar iloji boricha yuz qismini, ko'z qismini ochib bersa bo'ldi. Yarim holatda karandashni qildik va ingichka kist bilan valnit kistdan foydalanib rastushevka qilib chiqdik. Va ikki qoshlarini changini tarab chiqyapman. Chunki qoshlarni bo'yaganim yo'q. Qoshlari o'zi juda ham chiroyli ekan. Uni faqat sendan qolgan pudradan, tonalkadan qolgan changlardan tozalab oldim. E'tibor bergan bo'lsanglar, kley qilyapman va kleydan keyin qovoq yopishtirdim. Qovog'i bozordan yaxshilab qidirsanglar, shunaqa ko'rinmaydigan prozrachniy zo'r qovoqlar bor qizlarjonlar. Maslahatim shunaqadan olinglar. Umuman qovoq ko'rinmaydi ko'zinglarda. Juda chiroyli turadi. Va yana ozgina kley qilib, blesklarni berib chiqdim. Biz mana geliviy podvodkadan foydalanyapmiz. Hozir geliviy podvodkada ko'rsatib beryapman. Bunaqa ko'zlarga xohlasanglar qalin podvodka chizinglar, xohlasanglar yupqa podvodka, xohlasanglar uzun, xohlasanglar kalta, xohlasanglar oldi qismini uchliroq qilib chiqarib, xohlasanglar oxirgi qismini uchliroq qilib chiqarib, bemalol har xil uslubda mekap qilib ko'rsanglar bo'ladi. Modelniy ko'z bu. Bunaqa ko'zli qizlarni
reklamniy modelniy qilib videorolik qilsanglar, iloji boricha sizlarni manimcha videoroliklaringlarni zo'r ajrashga qilib beradi. Chunki qanchalik chiroyli ko'zli qizdan olsanglar, meykapinglarni shunchalik chiroyli ko'rsatib bera oladi. Xo'sh, endi ko'zlarimni tagiga ozgina oq qalam chizib, qarindosh ozginagina qalamda, korичневый qalamda chizib, растушевка qilib chiqaman ingichka kistda. Обязательно растушевка kerak qizlarjonlar. Va kipriklarni ikki chet holatidan boshlab, bittasini u yoqqa, bittasini bu yoqqa qilib, kitob uslubida terib chiqaman. Qizlar, sizlarga maslahatim, mana shu texnikaga iloji boricha o'rgansanglar, o'zinglar ham qiynalmaysizlar. Chunki bu yog'ini qo'yib, bu yog'iga o'tganinglarda u yoq tarafi qurib turadi. Qo'yayotgan kipriklaringlar bir-birini qiyshaytirib tashlamaydi, chiroyli, akkuratniy bo'lib qotib oladi. Ko'zlaringlar juda ham kiprik terish texnikanglar chiroyli, akkuratniy bo'lib chiqadi. Chaplab bir-biriga kipriklarni qiylari yopishib, xunuk holatda bo'lmaydi. Va undan keyin e'tibor bersanglar va yana ikkinchi holatda uzunroq bo'lgan, juda ham нежный kipriklarni нежныйini qo'yib, ustidan uzunroq qilib qo'yib chiqaman. Bu yana ham ko'z ochadi. Bunaqa texnikalarni maslahatim sizlarni qoshi bilan ko'zini masofasi uzoq bo'lgan ko'z texnikalari uchun bemalol qo'llasanglar, sizlarni texnikalarni qilayotgan makiyajinglarni yana ham chiroyli holatda ko'rsatib beradi. Mana oxirigacha qo'yib chiqaman. E'tibor bersanglar. Endi qora qoshlarimni biz korичневый konsilerda qora joylarini yopib tashladik. Iloji boricha ko'zni korичневый qilganimizga iloji boricha yuzni ochishga harakat qildim. Qoshlarni ham korичневый tonda растушевка qilardim. Va lablarimni kontur qilib, konturlarni yana ham svetli kontur bilan растушевка qilib chiqdim. Lablariga 4 xil pomadadan foydalanib, ranglarini ochadigan tonni tanlab oldim. Iloji boricha qizlar, sizlar 4 xil, 5 xil pomadalardan 3 xil, bitta pomadani o'zidan foydalanmanglar. 4 xil, 5 xil qilsanglar, lablari juda ham chiroyli chiqadi klientlaringlarni. Mana do'lari, aziz kuzatuvchilarim, bugungi darsligim sizlarga yoqqan bo'lsa, do'stlarim uchun albatta sizlardan chiroyli e'tiboringlarni kutib qolaman.